Rizayeva uyi yoniga guldasta qo'ygan notanishdan shikoyat qilmoqda. 12 noyabr kuni kechqurun mashhur xonanda Munisa Rizayevaning singlisi Karima Rizayevaning uyiga noma'lum erkak guldasta ko'tarib keldi. Karimovaning aytishicha, erkak o'zini g'alati tutib, gullarni shaxsan topshirishga qat'iyat bilan uringan. Ayol sergaklanib, eshikni ochishdan bosh tortgan va voqeani kuzatuv kamerasi orqali qayd etgan. Rizayevaning so'zlariga ko'ra, uyda xavfsizlik tugmasi bor va u bosilsa 2 daqiqa ichida militsiya yetib keladi. Va shunday bo'ldi ham. Olingan xabarlardan so'ng navbatchi guruhi hodisa joyiga yetib kelib, noma'lum shaxsni hibsga olgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, erkak ilgari giyohvand moddalar, bosqinchilik va o'g'irlik kabi bir qator jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilgan. Karima Rizayeva yuz bergan hodisaga nisbatan keskin fikr bildirib, bunday xatti-harakatlar xavf tug'dirishini ta'kidladi. Bu e'tibor belgisi emas, balki shaxsiy xavfsizlikka tahdiddir. Odamning uyiga ogohlantirmasdan, ayniqsa tunda kelish mumkin emas, dedi u.